Revit programmasida razmer va masshtab bog'liqligi. E'tibor beradigan bo'lsak, bizada plan bor va planga biza razmer qo'yishimiz kerak. Razmer qo'yayotgandagi odatiy uchraydigan xato planni varroga joylashtirmasdan oldin razmer qo'yib, keyin varroga joylashtirish. Bunda bizada qanaqa muammo bo'lishi mumkin? Masalan, bizada plan ochilganda 1:100 masshtabda turibdi va ko'rib turganimizdek markalar juda ham katta. Endi agar biz bunga razmer qo'yadigan bo'lsak, bizda razmer butun xonaga kattagina bo'lib ko'rinib turibdi va shuni hisobidan biza keyingi razmerlarni qo'yib ketishimiz mumkin. Lekin qachonki biz varroga o'tib, planimizni varroga joylashtiradigan bo'lsak, u juda ham kichkina holga tushib qoladi va biza bu yoqda masshtabni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Masshtab o'zgartirgandan keyin bo'lsa, razmerlarimiz umuman boshqa joyda yoki boshqacharoq ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni, agar biza planimizni varroga joylashtirishdan oldin razmerlab chiqadigan bo'lsak, imkon qadar akkuratni qilib, chiroyli qilib, keyin varroga tashlab masshtab o'zgartiradigan bo'lsak, bizani shuncha qilgan mehnatimiz bir pul bo'lishi mumkin. Shuning uchun oltin qoida: avval planni varroga joylashtirib, kerakli masshtabni belgilab, ana undan keyin markani ham, razmerlarni ham oformlensini qilish kerak.